haligi bir mavizamizga telegramlarda tahlil bo'lyapti ekan-ku mana. Kibrli odamga qo'ling uchini ber degan joyimizni o'sha intervyular qilishib, bir narsalar qilishyapti ekan. O'sha endi to'g'miga devorsam to'g'ri kelmaydi-yu. O'shanda bor fikr nahotki bo'lmasa-da endi bir odobga kamtarlikka noloyiq odamga kamtarlik qilishlik bu xorlik bu. Bu lattavoshlik bu, qo'rqoqlik bu, zaiflik bu. Imom Shofiiy rahmatulloh alayhi aytganlar. Men tushunmadim, palon po'kin bu qanaqa gap bu? Siz bilmagan gapni gapirishimiz bu noto'g'ri degan emasda, sizni to'poyligingizni belgisi bu. Topolmadim, ko'p ekan skrinshotlar. Eng zolimlar, eng o'ziga zulm qilguvchilarni eng yomon zulm qilgani deganlar Abu Hanifa rahmatulloh alayh. Shunga bir insonga qilayotgan kamtarlik hurmatini passalar o'sha insonni mensimagan odamga shu ishni qilgan odam eng o'ziga zulm qilguvchiroq deganlar. Imom Shofiiy aytadilarki, o'sha to'g'rindagi odam ibrat olishlik uchun, o'zini katta olish uchun emas, o'sha odamga ko'zini ochib qo'yishlik uchun qilgan kibrini 2 marotaba qil deganlar. Imom Shofiiyning gaplari bu. Men o kekkaygan, boshing ko'kka yetguncha degan gap uyda o'tirib, birorta gap topib olib gapirmaganman, nima? Ininda o'sha odamlar, masalan, o'sha odamlarga kamtarlik qilganda bunday qilib qo'lim uchini berib men ko'rishaydi, men iminda o'zim o'sha odam yugurgin assalomu alaykum qoraka degan bunday qilib qo'yadi. Tamom, internetni bundan battar bang'allatadi. Bu deydi, mana deydi, men yugurib kelib ko'rishuvdim, qo'lim uchun berdi. Alam qilarkanmi alam? Ha. Shuning yana qaytar aytaman. Unaqangi gapiradiganlardan o'tgan juma aytgan shekilli 1,5 milliardtasi video rolik qilsin, 1,5 milliardtasi